Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh sizlarga 9 kuchlik original bo'lgan 9 kuchlik motoblogimizni super aksiya narxlarida tanishtirib o'tamiz. Ekranga yaxshiroq o'rnashib oling. Bu super aksiyamizni narxlarini eshitib akalar tashlab qo'ymang. O'zbekiston bo'yicha bo'lishi mumkin emas. Bu 9 kuchlik motoblogimiz bo'ladi. Buni 15 taligi ham bor. Pullarini esa suv tekin narxlarda 15 talikni ertaga terib sizlarga obzorni qilib o'tamiz. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysangiz, buni ham narxlarini o'tamiz. Hozir sizlarga 9 talikning narxini aytamiz. 9 talik komplektda 177 F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Halqim 5 qator. Ko'rib turganingiz 5 qatorda 10 qator frezer. 4 qatorlik emas, ko'pchiliklarga 4 qatorlik berilayotgan ekan, bir qatorni olib qolib, sizlarga 5 qatorli qilib beraveramiz. 40 ta pichoq, ko'rib turganingiz 40 ta pichog'i bilan boltga hamma narsalar bilan qilib beriladi. 5.2 katta balon qo'yilgan avtomat karobka bo'ladi. Bemalol ko'rish 177 motor, original 9 kuchlik motoblogimiz hisoblanadi. Ataga halqim narxlari eshitib qo'yingizlar. $450 dan qilib beramiz. Aziz obunachilarimiz uchun faqat obunachilar uchun $450 dan kelib xarid qilishingiz mumkin. Faqat shartlari juda oson. Shu videoga bitta like tugmasini bosib qo'yasiz. Kommentariyaga faqat omad deb yozib, xudo xolasa inshaalloh Ark blogda bitta belgilab ketasizlar. Omad deb Ark blog bozori deb qo'ysangiz bo'ldi xalqim. Sizlardan boshingizga ketmaydi. Bizniki bilasizlar, Toshkent shahri Ark blog bozorida joylashgan M39 katta trassani bo'yida kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Sonlari cheklangan, aksiya muddati ham cheklangan, kelib xarid qilishingiz mumkin. Katta karobkalar qo'yilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizlarga batafsil mana tushuntirib o'taman. 5.2 katta balon, 5 qatorda 10 qator frezer, 177 motor, eng katta karobkalardan qo'yilgan $450 ga 9 kuchlik motoblok. Kelaverasiz halqim. Ertaga sizlarga 15 taligini ham chiroyli obzorni qilamiz. Kelib buni ham xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.